Assalomu alaykum do'stlar. Kechasi mana 3 oldi soat. Lekin uyqu yo'q. Qirg'iziston xalqi oyoqqa turyapti ekan. Bilasizlarmi nimaga? Hamza degan 2 yasharlik bir go'dekchani boshiga juda ham bir og'ir sinov kelibdi. Avvalo bularni ota-onasiga Alloh taolo o'zi bir sabr bersin, kuch bersin. Ilohim shu sinovdan yaxshi o'tib olsin do'stlar. Shu go'dek juda ham bir og'ir kasallik bilan og'riyapti ekan. Mana o'zingizlar bir ota-onasini bir so'zlarini eshitdinglar do'stlar. Babam Hamza dünyada öde siyrek izleş için ormaya orup jatadi. Al orun darrızı alış için bizge ayağı çoğusunma gacet bolup turadi. 170 milyon so'm. Hamzani jini almay jatamiz. Hamzanın bari siltanib qoldi. Hurmatli musulmon bir tug'andar. Oğucan. Men Hamza'nın atası Ruslan Bolom. Hamza 2 yaşta SMA деген спинальный мышечный атрофия второй тип деп диагноз коюлду. Бул ооруну токтотуучу бир гана Zolgensma деген дары ушул ооруну толугу менен токтотот экен. Бар эми Алладан иншалла биз себебин гана кылып жатабыз. Mana do'stlar o'zingizlar ko'rdinglar. Hammamiz farzand boqyapmiz-da do'stlar. Hammamizda farzand bor. Farzand qanaqa shirinligini juda ham yaxshi bilamiz-da do'stlarim. Qarang 2 yashar bo'lib endi mana qo'liga kirib qolgan mahalda shunaqa bir sinov bilan og'riyapti ekan do'stlarim. Kelinglar bu qarab ko'z yumib o'tkazib olishlik bu to'g'ri kelmaydi-da. Do'stlar, kelinglar biz ham birlashib turib 1 so'm bo'ladimi, 10 so'm bo'ladimi kelinglar do'stlar yordam berib qo'yaylik shu jajji go'dekchaga do'stlar. To'g'risi uyqu yo'q. Chunki shuncha odam, shuncha xalq necha kundan beri mana yugurib yurishdi ekanda do'stlar. Va bu ehsonni do'stlar o'zingizlar bilasizlar, ko'pi ozi bo'lmaydi. Va ehson qilishlik uchun boy bo'lishlik bu shart emas deyapti-da. Do'stlar, 1 so'mmi, 10 so'mmi xalq yig'ilib qoladi do'stlarim. Kelinglar, yordam berib qo'yaylik. Shuncha odam jajji go'dakni orqasidan yugurib yuribdi. Bularda ham o'zini oilasi bor, bularda ham tirikchiligi bor do'stlarim. Lekin bular ishlarini tashab, shu ro'zani kunlarida, ulg'ayim kunlarida ehson qilaylik, hissamiz tegib qolsin deb mana yaxshilik qilishib yurishdi-da. 1 so'mmi, 10 so'mmi? Mana men hozir shu ekranga bularni M-banklarini chiqarib qo'yaman mana. Bemalol shu videoni pauza qilib ko'rib, o'zingizlarning hissinglarni qo'shib qo'yinglar do'stlarim. Birlashaylik do'stlarim, kelinglar. Yordam berib olaylik. Ilohim shu Hamza ham sog'ayib shu ota-onasini qo'liga tushsin do'stlarim. Maza qilib ular ham xursand bo'lib duo qilishsin do'stlarim. Kelinglar. Uka zakotlar tarqatyapmiz, beryapmiz, kimga beraylik deysizlar-ku. Do'stlarim mana sizlarga videolarni qo'yib chiqarib beryapman. Birlashaylik do'stlarim. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Vaqtlar zımırap ötedin 5 günde canıma жақын деп сенбеші ешкімге бұл тағдыр сенікі жазғай табасынан өтетін кететін сынаққа дес бермей тұрсаңшы бұл енді қарама жан жаққа мықтылар жетеді